Diqqat, O'zbekiston pensionerlariga tezkor xabar. Yanvar oyining pensiyasi kechigadimi? 2026-yil yanvar oyi pensiya to'lovlari haqida eng so'nggi ma'lumotlar hozirda qo'limizda. Hoziroq barcha pensionerlar videoni oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 2026-yil yanvar oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lari to'liq 100% moliyalashtirib berildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning yanvar oyi to'lovi ro'yxatiga kiritilgan 4,2 million nafar pensionerlarning, ya'ni pensiya oluvchilar uchun talab etiladigan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi, ya'ni 3,8 million nafar yoki jami pensiya oluvchilarning 89% fuqarolarining bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchilarga esa pensiya pullari 5-yanvar sanasidan boshlab 27-yanvar kunigacha tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan mahalla, ya'ni MFIga yetkazib beriladi yoki fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib berishini ma'lum qilamiz, deydi pensiya jamg'armasi xabarida. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekistondagi pensionerlarga e'tibori bo'lar ham, xabardan boxabar bo'lishligi uchun albatta erinmang. Like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.